Fariz qaynonam uyda yo'q paytlarida nimalar bilan shug'ullanishimni shu videoda ko'rsataman. Ko'p qiladigan ishim bu kechgacha uxlash, 4-5 soatgacha maza qilib uxlayman. Keyin turib xonamdagi ko'zga tashlanadigan joylarni ozgina yig'ishtirib qo'yaman, shtobi qaynonam kelgandan keyin men xonamni yig'ishtirdim deb maqtanishga. Uyga kiyadigan kiyimlarni veshalkaga ilib, ko'chaga kiyadigan kiyimlarni shuni taxlab tashlayman. Bu yerda telefonim tushib ketsa bo'ladimi? Yuragim singanday bo'ldi-yo. Даже 1,5 yoshga to'lmagan o'g'lim ham qo'rqib ketdi. Endi точно pochkangizga sotasiz onajon deb turgan paytda yaxshiyam ekrani sinmabdi. Bu burchakdagi paypoq bilan Pampers necha oydan beri turibdi ekan, o'zim ham qiziqib ketyapman. Sizlar ham kir mashinaga narsa tashlaganda shunaqa qilib zamokli narsalarni zamog'ini bekitib tashlaysizlarmi? Yoki qaynonam o'ylab topdimi? Onani ko'ngli bolada, bolani ko'ngli dalada deganlari to'g'ri ekan. Oyoqchasini berdi, bo'kirib yig'layapti. Menga o'xshab o'yinchoqlarga bolasini rashk qiladigan onalar bormi? Kommentariyaga yozib yuboringlar. Shunaqa yumshoq o'yinchoqlarni kir mashinaga tashlayotganimizda ham shunaqa narsani ichiga solib tashlaymiz. Qaynonam yo'qligi uchun mazza qilib ko'p sodalar qo'shib yuvordim. Ish qilib bu videoni ham ko'rib qolmasalar bo'ldi. Bayda esa cho'chqaga o'xshab sakrash qobiliyatlarimni ko'rasizlar. Qaynonam uyda yo'qligida qiladigan ishlarim ozgina ko'paydi. Yangi telefonni zaryadga qo'yib, itachani tepib olish. Shu stolda qolib ketgan lyuboy musor uchun qaynonam meni kallamni oladi. Shuning uchun tezda tashlab yubordim. Oshxonaga itvacha bilan bolangiz kira olmasa juda ham maza ekan. Bemalol ovqatlarni to'kib pishirib, idishlarni ham suvini sochib yuvib olasizlar. Sog'ni bog'chasidan shunaqa ovqat yeydigan idish berishgan, bu esa meni betim bilan teng ekan. Ish qilib bolamni qorni to'ysa bo'ldi. Bo'lmabdi. Bugun o'g'limga nima qasha qilib beray deb o'ylab turdim, qarasam qo'ziqorinlarimiz ko'p ekan, shuning uchun bugun qo'ziqorinli qasha qilishga qaror qildim.